Hammaga salom. Bugungi video foni Germaniya va Fransiya. Germaniyadan Fransiyaga o'tish yo'li va manzaralari bo'ladi. Bugungi video mavzusi noldan to Yevropaga kelib fura haydab yurish. Shu yo'llarni polni boshidan oxirigacha tushuntirib o'taman. Kim qaysi jarayonga bo'lsa, kimdir O'zbekistonga fura haydab yurgan bo'lsa, Yevropa kelmoqchi bo'lsa, videoni o'sha nuqtasidan unga taalluqli. Kim umuman nolga bo'lsa, boshidan video taalluqli. Xullas, video polni fura kasbi, fura haydash, O'zbekistonga, Yevropaga haydashga qiziqayotganlar uchun 100% foydali video bo'ladi. Demak, videoni boshladik. Tasavvur qiling, xullas siz ishlab yuribsiz O'zbekistonga, o'zimizning vatanga. Bitta gap bilan shu malnabarot yashash sharoitingiz, yashashingiz, topishingiz, tutishingiz ja yaxshi emas, ja yomon emas. Umuman olganda yomon emas topishingiz, lekin orzularingiz shu, Xudo rahmati shu joy jannatga bo'lsa, Amir Olimxon eshitsa u orzuni go'ridan turib, shunaqa ham orzu qilarlarmi degan darajaga shunaqa orzungiz bo'lsa, qarochi orzungizga yarasha daromadingiz bo'lmasa, ishingiz yaxshi bo'lmasa yoki ishingiz yaxshi-yu baribir fura kasbiga qiziqsangiz, bironta bir tanishingiz, yorug'ayingiz furachi bo'lmasa, nimadan ishni boshlash kerak? Birinchi BC kategoriya olasiz. BC kategoriyaga o'qiysiz, 6 oydan oshiq o'qish kerak unga. Ekzamen polni o'qib, ekzamenga tayyorgarlik qilib, birinchi kompyuterga 20 ta ekzamendan 18 tasini yechishingiz kerak. Keyin BC kategoriyaga o'qiyotgan bo'lsangiz, agar B pravangiz bo'lsa, C ga o'qiyotgan bo'lsangiz, Isuzuga o'xshagan bir bartog'ay bir balo bilan vajjeni topshirasiz. U ham Instagramlarga tiqilib yotibdi. Yana bu agar uyingizga kompyuter bo'lsa, agar shu prilojeniyasini skachat qilib bo'lsangiz, agar o'sha kecha kunduz astoydil tirishib imtihonga tayyorgarlik qilsangiz, agar Xudo xohlasa BC kategoriyani olasiz. Nimaga BC? Chunki BC Y birdaniga olib bo'lmaydi-da. Xullas BC kategoriyani oldingizki, keyin Y kategoriyaga harakat qilishingiz kerak. Unga o'zi siz fura haydovchi kasbini tanladingizmi, o'zingiz uchun qaror qildingizmi, bir narsadan voz kechmasangiz, bir narsaga erishmaysiz. Shu ishim yaxshi, bir kun birdaniga fura ichiga paydo bo'laman degan niyatni qilmang. Qarochi BC prava oldingizmi, обязательно OLX bor, haylo Telegram gruppalar bor. Hozirgi zamonga ish qidirish shu вообще oson bo'lib qolgan, ish topish. Astoydil harakat qilasiz, chin yurakdan o'zingiz uchun harakat qilasiz. Bitta shu samasvallarga havo, chakman, shunaqa chag'il-pag'il g'ish-tosh ekan-ku. O'shani qo'yinglar, ish topasiz, ishga chiqasiz. Undan oldin yengil mashinaga sal-pal haydab qo'lingizga rom qilgan bo'lishingiz kerak. Xullas, o'sha samasval katta yuk mashinaga fura emas, pritsepli tirkamali emas, просто BC kategoriyaga taalluqli bo'lgan yuk mashinaga ishlab turib, keyin pulingizni yig'ib, o'sha yuk mashinaga ishladingizmi, oyligingiz kamiga $500 dan yuqori bo'ladi, kamiga. Pulingizni yig'ib, oilangizga zarar ko'rsatmang. Y kategoriyaga ekzamen topshirasiz. Y kategoriyaga o'qish o'zi ayrimi kerak deydi, ayrimi kerak emas deydi. Menimcha 100% o'qish kerak emas. 21 yoshdan katta bo'lsangiz, agar staj talab qilinmaydi hech qanaqa. Borasiz, faqat vajjeni haydash uchun ekzamen topshirib berishingiz kerak. Bitta to'g'riga arqa haydaysiz, keyin bitta chapga arqa, bitta o'ngga arqa, keyin qaytib qiyran olgan bo'lsangiz, o'sha pritsepli mashinani qaytib etib joyiga qo'yishingiz kerak. Siz o'sha katta samasval haydab yuribsiz-ku, karyer-paryerlarga pritsepli mashinalarni ko'rsangiz, agar iltimos qilasiz, akajon, endi shofirsiz. Karyerga o'chiradi o'tiribsiz shu pogruskaga. Baribir ham metan bilan-ku bir yordam qiling, bir trenovka qilay deb. Endi so'rab karyerlarga endi o'zingiz uchun kurashasiz-da. O'zingiz agar harakat qilmasangiz, tanish bilishingiz bo'lmasa, befoyda. Xullas, ana shunday ekzamenga tayyorlanib va nihoyat ana Y kategoriyani ham oldingiz. Y kategoriyani olgandan keyin tamom ana shu samasvalimga men ishlab yuraveraman. Endi Yevropa ketaman deb o'ylasangiz, agar bu xato ish. Polni o'sha samasvalga ishlab yuribsizmi? O'sha harakat qilasiz furaga ish qidirishda. Yana o'sha gap OLXlardan, furachilar o'zining gruppasi bu Telegramdan,
Xullas shu shoferlar oilasiga kiraveringizmi, uni hammasini tushunib ketasiz o'zingiz, to oilaga kirgancha. Ish ko'p, fura haydovchisi даже Afg'onistonga ham defitsit, talabli kasb. O'zbekistonga juda Xorazm tiliga dim deydi-ku, dim talabli kasb. Nima, fura haydovchisi. Harakat qilasiz, o'zi siz katta samosval haydab yuribsiz. Temurli ekzamen topshirishga karyeradagi shu tirkamali pritsepli mashinalardan yalinib, yolvorib, olib, o'zi qo'lingiz tushadi. O'zi bemalol furaga eplab ketib bilasiz. Keyin furaga ish topasiz, u bo'yiga tushuntirasiz, men haydab bilaman, men o'zi gapirishlaringiz ham boshqa xil bo'ladi o'zi samosvalga ishlagandan keyin, katta mashinaga ishlagandan keyin. Xullas, O'zbekistonga furaga chiqasiz. Furaga ishga chiqdingizmi, o'zi parallelni Yevropaga ish qidirishni boshlayverasiz o'zingizga. Ish qidirish yana qanday bo'ladi? Agar o'zi furaga O'zbekistonga ishlab yursangiz, agar o'zi daromadingiz $500 dan to $1000 gacha bo'ladi. Yana esimdan chiqmasin, bu kasbga 100% halol pokiza bo'lish kerak. Salarga o'g'irlab sotish, bo'y nimadir rasxod uchun pul bersa, undan o'g'irlash, unaqa o'g'irlik bilan bu kasbga 1-2 bo'lmaydi. Biron joyga bir kirib ketasiz, qaytib chiqmaysiz, короче. Kasbni piri вообще baqvat. Harom harishlarni ko'tarmaydi bu kasb. Men shuncha yil fura haydovchisi bo'lib, biron marta shu o'g'ri-so'g'rilar odam bo'lib ketganini ko'rganim yo'q shu kasbga. Xullas, 100% halol bo'lishi kerak. Keyin fura haydab yuribsiz. Fura haydovchilardan o'zi avtomatik tanish bilishlaringiz bo'ladi. Akam, ukasi, yorog'aynim, kim nima, xullas parkovkalarga o'tirasiz, karyerlarga o'tirasiz, yuk yuklashga o'chiratga o'tirasiz. Gumroh emas-ku siz. Ozgina baribir o'zingiz uchun sal aktivroq bo'lishingiz kerak-da. Xullas, hamma bilan tanish bilish bo'lgandan keyin, undan tashqari o'zimga ham Yevropaga qadam degan Telegram gruppa bor. Shu gruppaga a'zo bo'ling. O'sha yerda ham kompaniyalar bor, fura kompaniyaga o'zim mana videolarga qancha maslahatlar berganman, qanday firmalar topish Yevropadan. Xullas, Yevropadan bitta firmalarni topasiz, WhatsApp bilan gaplashasiz ulardan. Ular sizdan chip karta va ADR olishingizni talab qiladi. Chip karta onlayn titim programmadan zakaz qilsangiz bo'ladi, uyingizga keltirib beradi. Где-то bir plus-minus 1,5 million atrofiga. ADR где-то plus-minus 1 million atrofiga. Buni Toshkentga Zom programmaga bir haftaga o'qib olishingiz mumkin onlayn. U ham unchalik qiyin emas. Xullas, u yoq bu yog'i 1 oy 1,5 oyga olasiz ADR chip karta. ADR ko'p ishxonalar talab qilmaydi, endi olib qo'ysangiz zarar emas. Yevropaga ishga kelyapsiz-ku. Nima? Xullas, ham Yevropaga hujjat taxlayverasiz. Nima hujjatlar kerakligini bilmasangiz agar, hali o'zimning Telegram kanalim bor, Yevropaga qadar Telegram kanali. O'shanga kirib, agar yozsangiz agar, u yerda o'zi 8000-9000 obunachi bo'lgan. O'zi polibon yordam beradi. Qaysi hujjatni qayerdan olishni. Parallelni o'zingiz furaga ishlab yuraverasiz. Yevropaga hujjat taxlab kelish jarayoni 6 oydan, shu kun boshlasangiz 6 oydan keyin Yevropaga kelib ishni boshlashingiz mumkin. Ishingiz cho'zilib ketsa agar 1 yilgacha davom etadi. Agar hujjatga men tushunmayman, unaqa yugur qilmayman desangiz agar, furaga ishlab yuraverasiz. 500 dan to $1000 gacha oylik. Hammasini yemaysiz oyma-oy, pulingizni yig'asiz bir 6 oy. $100 danmi, $200 danmi? Firmalar bor, kompaniyalar bor. Fura haydashga unchalik aldamaydi. Chunki fura, yuqoriga aytdim-ku, hamma dunyoga talabli kasb. Ana shu posrednik firmalar bor. Shu konsalting firmalar, короче, menga 10 million berasiz, men sizga viza taxlab beraman, ish topib beraman. Shuni qiling. Xohlasangiz ozgina pul yig'ib, o'shalarga pul bering, furangizni haydab yuravering, yana optiz ochadi. Bu yerdan vizangiz chiqadi, vizaga topshiringiz kelasiz. Kelgandan keyin siz o'sha men aytganday optni bilmayman qayerdan chiqqan u gap, Yevropaga shu tug'ildingmi, shu bir balo qilib, qarz qavola qilib shu E kategoriyadan olib shunaki shera staj kerak emas, haydab yurasan. U gap afsona. Shunaqa qilib kelganlar ham bor. Umuman stajsiz shu Yevropaga kelib keyin furaga minib haydab ketganlar, ular juda qiyin ko'karishi. Hamma narsa iqtisodga borib taqaladi, oxir oqibat furalarni urib, shu oyliklari qarz, ayrimi bor.
shu bir oy ishlab 15.000 dollarga tushib ketganlar bu. Bir oy ishlab 10.000 dollarga tushib ketganlar bu. Bu fura uzun. Uni короче hamma mashinani 4 ta burchagi bo'lsa, buni 8 ta burchagi bor. Tigachining oldin orqasi, pritsepning oldin orqasi. U burchaklar ko'rinmaydi sizga orqa oldin o'tgan vaqt. Borib bitta joyni urasiz, u furangiz nimadir bo'lsa bo'ldi. U qayernidir ursangiz o'shani ham yiqitib keladi-da u. O'sha uchun 100% men aytgan yo'l bilan agar harakat qilsalaringizlar, men aniq bilamanki, menimcha hech bunaqa shtraflarga tushmay, ishingiz orqa ketmay, короче 100% fura haydovchisi bo'lasiz. Menimcha ana shunday qilib Yevropaga kelsangiz agar o'zbeklarni, o'zbek millatini obro'yi ham ko'tariladi. Tupitlik qilmaydi, bunaqa kasaklar qilmaydi. O'zbek fura haydovchilari haqida minus keltirmaydi Yevropaga. Xullas o'zingizga ham yaxshi-da, daromadga, plyusga ketasiz. Mayli, menimcha shu bilan videoni tugatsam ham bo'ladi. O'sha chegaraga yaqinlashyapman, Fransiya chegarasiga. Hammaning ishiga omad, kissasiga daromad. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.